bitta odam solishtiryapti-da endi. Solishtiryapti. Baribir haligi men sahnada o'tirgan o'sha anaqadan editlar chiqqanda endi aytayapti, Mirshakar baribir boshqa daraja bir narsa deyapti-da. Men o'zimdan so'rasam ham aytaman u narsani. Bir bekitmadik biz u narsani haligi. Men o'zim ham men kattaman boshqa narsa yo'q menda u narsa. Men o'zimdan so'rasam ham aytaman, xuddi shu narsani yozib qo'ygan, tagida bittasi yozyapti. Xayrulla Hamidov kelgan sonini ko'ringlar, haqiqiy darajani ko'rasizlar deyapti. Men kim? Xayrulla Hamidov kim? Kim bilan solishtiryapsan meni? To'g'ri. Как будто borib bizlarni kommentariyalarni o'qib o'rgandek bo'ldim hozir. Shunaqa kulgim keldi. Odam kirib yozadi-yu, hamma Mirshakar akaga ham, bizga ham o'sha shunaqa gaplarni odam. Eng qizig'i u vaqtini sarflaganda o'sha narsaga o'ylang. Shu o'ylangan, u miyasiga o'sha narsa kelgan. Shu Tohirovni hozir yo Xayrulla Hamidov bilan yo Mirshakar Fazlillayev bilan solishtiraman degan narsa kelganda, men hali sahnaga chiqib anaqa qilmagan bola bo'lsam, 20 yoshman endi misol. Hali o'zimni anaqa qilib olishmas. Lekin baribir men o'zimdan so'rasam ham tan olaman u darajani. Men hech qachon haligi Xayrulla Hamidovdan yo Mirshakar Fazlillayevdan kuchliman boshqa narsa degan narsa bo'lmaydi menda.